Hop, assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Bugungi ustaxonamizga kelgan televizor Xitoy modeldagi Samsung oldi oynali televizor. Buni ham podsvetkalar kuyib qo'yganga o'xshayapti. Ovozi bor, ekran qop-qora. Buni hozir olib keldi buni. Ochishdan oldin bir videoga olib qo'yay dedim. Ochishni boshlayapmiz. Xudo xolasa ochib podsvetkalarni qo'yib, chiroyli qilib ishlatib berishga harakat qilamiz. Yaqin o'rtadagi mijozlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, video joylayman, videoning tagida nomer qoldiraman. Shu nomerga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa televizorlaringni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ta'mirlab berishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.